Assalomu alaykum. Onaxon, yaxshimisiz? Xo'p, bemorimiz miasteniya bilan kelganlar. Shikoyatlari ovqat yutishda buzilish, gapirganda ovozni o'zgarib qolishi, manqalanib gapirish bilan bir oydan beri bezovta bo'layotgandingiz, a? 2021-yil ham xuddi shu holat kuzatilgan. Kecha keluvdilar bu kishi bizaga. Tekshiruvlardan o'tkazdik. Hamma spes analizlarni hammasini ko'rdik. Bu kishiga miasteniya tashxisi tasdiqlandi kecha. Xo'p, qanaqa ahvolingiz bugun? Qanaqa dam oldingiz? Yaxshi dam oldingiz, a? Ovozlaringiz ham ozgina o'zgaribdi. Mhm. Yani hozir ochilib, ko'zingizni ko'rishlar nimasi ham tekislashib qolibdi. Ichkariga tortilib turuvdi. Ha, bitta ko'ryapsizmi meni? Kayfiyat yaxshi. Ha, yaxshi. Shuning uchun tashxisni birinchi aniqlashtirib lecheniya qilinsa, rezultat yaxshiroq bo'ladi, natija yaxshi bo'ladi. Hop, davleniyalaringizni ko'ramiz, xo'p?